Endi shu xillarda mana yaqinda o'zbek tilini qabul qilinishiga, davlat tili sifatida qabul qilinishiga 16 yil bo'ldi. Lekin bir og'iz shu davrda kimlar kurashgan degan gap so'z bo'lgan yo'q. Men ayni shu 21-oktyabr kundagi hamma gazetalarni olib nigohdan o'tkazdim, nazardan o'tkazdim. Qani ular til haqida nima deb yozishdi? Odatda bizning gazetalarimiz boshqa paytda til masalasini ko'tarishmaydi-da, shu 21-oktyabr kelgan kuni shu til bayrami, bu katta bir bayram deb o'zlaricha nishonlashadi va mana shu bayram munosabati bilan ularni yozganlarini o'qib chiqib hayratga tushdim. Ular hammasi go'yo oldindan kelishib olganday bir fikrni alohida ta'kidlashdi. Bu o'zbek tiliga davlat tiliday oliy maqom berilganini tepasida bizni prezidentimiz Karimov turdilar. Ularni sobit qadamliklari uchun, ularni mardliklari uchun mana shu oliy maqomga bizni o'zbek tili erishdi degan bir fikrni hamma gazetalar hamjihatlik bilan aytishdi. Vaholanki o'sha til uchun kurashgan fidoyilarni hech qaysisi tilga olinmadi. Nafaqat tilga olinmadi, ular butunlay unutildi. Bu endi juda achinarli hol.